Mana alhamdulillah ko'pchilikka to'proq shashmaymiz. Biroq meshitga kelgan ko'pchilik jamoat Qur'on o'qib bilmaydi. Qancha aytyapmiz, Qur'on o'qingizlar. Qur'onni jatdangizlar. Qur'onning arabiy savotingizni chiqaringiz. Qur'on o'qingiz. Qur'on o'qgan odamning suyagi qabrda shirimaydi. Biroq uni mana qulog'idan kiradi, ana qulog'idan chiqmaydi. Nega? Shaytonlarning mo'yinida o'tiradi. Sening jumushing ko'p. Sen namoz o'qisang bo'ldi endi. Sen adamlarga ko'shida jur, sen namoz o'qiyapsan degan xayolning barlig'ini shaytonlarning olib kelib bizni Qur'on jattavdan. Sababi Qur'on o'qilgan vaqtda ol qashad, ol tura olmaydi, ol jilaydi, ol shing'iradi. Ol tura olmaydi ol yerda. Bir jigit bir kuni Usmondab aytadi, ustoz olsa namozlarda o'yin buzilib ketaveradi. Ne istesem bo'ladi dedi. Men aytdim, sen har doim Qur'on o'qib yurgin dedim. Har doim bo'lsadingmi Qur'on o'qib yur. Eng kamida biletin süren kul huvallahu ahad bo'ladimi bo'lsa, jurgan yeringda ishingdan kul huvallahu ahad, Allahu samad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Bunun ma'nasi menen chattab qaytalab yur, inshaalloh bu vasvasa bo'lmaydi dedim. So'dan bir kuni ma'gan aytadi, ustoz dedi, rahmat ed. Men dedi, vashamsiga shin chattab qo'ydim dedi. Vashamsiga shin o'sim chattab qo'ydim dedi. Alhamdulillah, namozlarimda o'yin buzilmaydi bo'ldi dedi. Sebebi bizning miyimizda shaytonning vasvasasi o'ta ko'p. Uy bor, bola chaqa bor, mol dunyo bor, ani savdo bor, sotiq bor, bozor bor, bari miyda. 99% dunyo, canig'izgana 1% gana namoz. Sol namozga borgan vaqtda qarangiz, 1 ko'ppa 99 ko'ppa. 99% bizning miyimizni jeb qo'yadi. Biz uydagi xotinga qaray olmaymiz. Xotinning o'ramal o'raydimi, o'ramaydimi qaramaymiz. Xotinning namozini qaramaymiz. Balaning namozini qaramaymiz. Qizning namozidan kiyimini qaramaymiz. Nega? Bizning miyimizning bari mashg'ul bo'lib qolgan boshqa narsa bilan. Sol uchun biz o'g'an söylay olmaymiz. Ko'ryapsizmi? Shudamizda namozimizda aytib bir bala qilib yurib o'qib bitiramizda tilimiz tileklarda aytadi, miyimiz bozorda aynaladi, yuragimiz o'lik bo'ladi, qaytib duomiz qabul bo'ladi. O'zingiz o'ylangiz. Qalay bizning duomiz qabul bo'ladi? Mana karate degan sport bor. O'sha karate degan sportda manday bir koreys chiqadi, manday bir koreys, karate bir yapon bosh chiqadi. Shu yerda 8-9 g'ishni urib sindiradi. Yen gezerdiği bu biz gelemizde bir gıştı sındıramazsan kolumuz sınık. Kolun bari bıtıs çıkat. Ol Japon'un kolundan yekesi de o bizim kolumuzda. Boyumuzda da o. Nege biz bir gış sındıralmayımızda ol 9 gış sındıradı. Sebebi ol bütün kişinin varlığını çiğnep alıp geliyordu biledi. Sodan ki ol sındıradı. Biz namaz okuyduğun vaqtda bütün oyumuzun barlığın bir gana Allah'a çiğnep okuyduğun bolsak bizning namazımız kabul bo'ladi, duamız kabul bo'ladi, erten ahiret yüzümüz jarq bo'ladi. Biz şeytanın aldavına tushmagan bo'lamiz o'sha vaqtda. So'zim bu şeytanın vasvasasidan Allah'ın o'zi saqtasin. Bu şeytan la'in. Qachon azon aytilsa qashat. Qachon takbir aytilsa qashat. Qachon Qur'on o'qilsa qashat. Qachon haqiqat aytilsa qashat. Qachon amr ma'ruf nahiy munkar bo'lganda qashat. O'sha vaqtlarda ko'p duo qilib qo'yib